Qishloq chetidagi eski qabriston yonida yashovchi qariya Mahmud bobo har kecha namozini o'qib bo'lgach, qabriston tomon qarar va chuqur o'yga tolar edi. Uning yuragini bezovta qiladigan bir sir bor edi. Bu sirni esa faqat u va yillar oldin yo'qolgan qizgina bilardi. 10 yil oldin qishloqda Shohista ismli go'zal va aqlli qiz yashardi. Uning tabassumi hammaga yoqar, har kim uni hurmat qilar edi. Lekin Shohistaning hayoti fojiali yakun topdi. Bir kuni u sirli ravishda yo'qoldi. Hech kim uni topa olmadi. Hatto iz ham qolmagan edi. Ba'zilarning aytishicha, u o'rmonga chiqib ketgan va yo'ldan adashgan. Boshqalar esa uni jinlar olib ketgan deb o'ylardi. Faqat Mahmud bobo haqiqatni bilardi. Shohista boylarning biriga unashtirilgan edi. Lekin uning yuragi kambag'al. Lekin halol yigit, sodiqqa tegishli edi. Bu esa qizning otasi, amaldor Jo'rabek uchun sharmandalik edi. U qizning o'zidan ruxsatsiz boshqa yigitni sevishni eshitib, qattiq g'azablandi. Bir kecha Shohista g'oyib bo'ldi. Uni hech kim ko'rmadi. Lekin odamlar uning otasi juda g'azablanganini bilishardi. Mahmud bobo esa hamma narsa qanday bo'lganini ko'rgan edi. O'sha mudhish kechada Jo'rabek qizni o'limga mahkum qildi. Agar meni sharmanda qilgan bo'lsang, tuproq ostida yotishing kerak, dedi. U va qizini tiriklayin qabriston chetidagi eski chuqurlikka ko'mtirdi. Mahmud bobo bu dahshatli manzarani uzoqdan kuzatgan edi, lekin qo'rqib hech narsa deya olmadi. Faqat tunlarda qizning nolasini eshitib, yuragi larzaga tushardi. Qasos yoki kechirim. Oradan yillar o'tdi. Jo'rabek sirli kasallikka chalindi va hech kim unga davo topa olmadi. Qishloq ahli bu Shohistaning qarg'ishi deyishardi. Nihoyat u vafot etdi va qabristonda hech kim unga rahm shafqat ko'rsatmadi. Mahmud bobo esa har kecha qizning ko'zlariga nazar solayotgandek his qilardi. O'sha joyga borganida yerni silab, "Kechir meni, qizim", deb pichirlar edi. Lekin javob yo'q edi. Faqat yengil shabada esar va qabriston ortidan ayanchli nido kelardi. Hikoya sizga yoqdimi? Agar qo'shimcha tafsilotlar yoki o'zgarishlar kerak bo'lsa, aytib berishingiz mumkin.